Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 8. ayının 10. günü haftaga Perşembe hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysak bu vaziyetni endi ciddi vaziyet deyişke. Şundaq tasvirleşke bolamdı yok konkret ceryanıga nazar aldırsanlar bunu düşünüp alalaysınlar vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 2 yil tayyorlik qilib va yoki 2 yil kutilgan ma'muriy buyruqqa imzo qo'ydi. Ve şu günü imza koyup olup Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Devlet Meclisi İşke Palata, Avam Palatası ve Kengaş Palatası yazgan xitede Amerika Qo'shma Shtatlari bu devlet bugün ciddi haletke kirdi. Endi imza koygan memuri buyruq bilen ciddi halet kiriş oturus ne münasebet var men taza tushunmadim. Biroq 2 yil kutgan ve 2 yil tayyorlik qilgan ma'muriy buyruq. Bu buyruqning mazmuni Jungoga eksport qilinadigan fan texnika. Shundaqla bundan keyin Jungoga mablag' selishni cheklash. Mablag' selish yoki yuqorida 3 xil fan texnika sohasiga mablag' selishni cheklash. Bunun ichida masalan aqliy iqtidor sahasıga mablag' selishni cheklashdan iborat ma'muriy buyruqqa imzo qo'ydi. Shu kundan boshlab bu kuchga ega bo'ldi vatandosh. Hozir bunga qarata Beijing hukumati qattiq norozilik bildirdi. Belki o'xshash bir kunda vaqt tartibi toza keltirolmay qoldim. Ondan 21. asr Amerika Tayvan savdo tashabbusi qonun loyihasiga imzo qo'ydi vatandosh. Gördünüzmü? Endi hozir burun yuz berayotgan ishlar nima? Masalan, hal qilg'uch paytlar to'rbeti bir qatimliq video filmiga qo'ygan mavzu va yishmagan jarayondan tushundirgan jarayondan qaraganda bu qatim mushundaq fan texnika eksport qilishni Jungoga cheklash, mablag' selishni Jungoga cheklash buyrug'i e'lon qilingandan keyin hozir hisobda Jungoda to'nglatqu ishlab chiqaradigan texnika so'g'a chelishidir. Yoki bu texnika qayoqdan keladi? Demek to'nglatqu ishlab chiqaradigan texnika. Anda yuqorqi fan texnikalarni chektirishi harbiy sohaga, harbiy ishlarga munosabatlik shirkatlarga mablag' selishni cheklash. Zilzila vatandoshim bu. Biz nima dedik sizga 2 oy, 2 yil vaqt berdi Amerika Qo'shma Shtatlari sana. Sen bu vaqtida aybashga kelishing kerak edi. Ma'qul, men sening deganing bo'yicha qilay, tarix mushi bo'ladigan bo'lsa. Ma'qul, men sening deganing bo'yicha qilay, kishilik huquq mushi bo'ladigan bo'lsa. Desa, ish tugaydi. Jungo uchun 2 yil. Kutib turish 2 yil vatandosh. Bugün endi bu ma'muriy buyruq imzo qo'yildi. Mana mushu ravishda yetib keldi. Endi buning oldida biz sizga nima degan edik? Shangangda dollar bilan Hong Kong puli ayrilib ketdi degan edik. Sizga nima degan edik? Hong Kongda dangdar savdogar Li Jiaqing hozir o'zining manqulotlarini hatto yuqori mulozimat yoki yuqori saviyalik turalg'i uylarini, yuqori sifatlik turalg'i uylarini dachidandoq shularning hammasi Shangangda, Hong Kongda bozorga chiqib setishga boshladi degan edi vatandoshim. Ondan bugun sizlarga nima deymiz endi? 3 kun ichida yuz bergan mushu voqea hozir Li Jiaqing o'zining manquloti va turaqliq mulk va turaqsiz mulklarning hammasi setishga
köçmez mülkning hammasi satışqa bozorga chiqargan mushu paytda bugunlatin hozir Hong Kongda 100 ming nafar boyvachcha yoki pul topgan puldarlar boylar 100 ming nafar hammasi bir aqla Hong Kongdan çekindi yoki pul boyligini ko'tarib chet ellarga chiqib ketdi degan xabar keldi vatandosh. Demek hozir tebrash Hong Kongda başlandı. Hong Kong pulidagi o'zgarish. Hong Kong dangdar savdogari Li Jiaqingning savdo tijorat sohasidagi o'zgarish. Bugun yetib kelgan 100 ming kishi 100 ming nafar ishongan Hong Konglik boyvachchaning mal-mulkini ko'tarib Hong Kongdan chiqib ketishi. Xo'sh, agar mushaga savol qo'yish to'g'ri keladigan bo'lsa, Shangang vayron bo'ldi, Shangang gumron bo'ldi deyiladigan bo'lsa, Hong Kongni gumron qilgan kim bo'ladi? Hong Kongni vayron qilgan kim bo'ladi? Kim Hong Kongni vayron qilgan bo'ladi? Üzangning ilk üzangning ma'muriyat doirasida üzang bergan va'da bo'yicha 50 yilgacha o'zgarmaydi. Hong Kong Ali avtonomiyasi deganing bo'yicha 50 yil emas 20 yil o'tmayli buni nobud qildi. Uni ozdigandek namoyishchilarni, inqilobchilarni, Alma gazetini va uning tahrirlarini hammasi qo'lga oldim. Hatta Alma gazetining boshlig'i Li Jiaqingni qo'lga oldim. Namoyishchilarni bostirdim, ozlab yan to'pilab kelib Hong Kong uchun maxsus davlat bexatarligi qonuni e'lon qildim. Hong Kong xalqi tinolmay qoldi, bosh ko'tarolmay qoldi. Hatta mushu qatim har qatim Jungoda suv opti, o't opti bo'layotgan bo'lsa, Hong Kong xalqi mardonalik bilan o'ttirg'i chiqib, iora to'plab, ofat rayonlariga yetkazib bergan edi. Bu qatim Beijingda suv opti yuz berganda, Xubeyda suv opti yuz berganda, Hong Kong xalqi $1 yoki 1 yuan Hong Kong puli bilan biz sizlardan hol so'raymiz demedi. Suopti Beijingdagi vayronchilik suv tugidi to'xtadi. Endi vayronchilikning nima ekanligi hozir Xitoy matbuotlari mayli to'rbatlar bo'lsin, jim. Ortiqcha gap yo'q. Buning sababini bilgili olmaydi, lekin bugun yetib kelgan bir xabarda Xilingjiangda yuz bergan o't optida bir kent aholi hammasi faqat bir odamdan boshqa hammasi pey bu mol chorva parla qo'shiblar eqib ketgan gap vatandosh. Xilingjiangda bir kent qanchalik odam bor buni sonini bilmayman. Kelgan xabar mushu ofat oldida mushu ofatlar yetib kelishdan oldin hech kim bilmaydi, bu tabiatdan kelgan ofat-ku. Buni birov keltirib chiqadi desa bo'lmaydi. Sen qanday taqobil tuni, qanday harakat qilding, mana mushuning o'ziga babasi bu. Hozir Dalian shahrida soqchilarga ma'muriylar, o'qituvchi doktorlar yo'q tursin, soqchilarga berilgan tarqitadigan maosh tarqitadigan pul yo'q. Xeybey o'lkasi vayronchilikqa yordam berib, men xalqni qutqizayli emas, armiya evatib, soqchi evatib, urush kaltak bilan urib, o'zi ocharchilikda qilayotgan suopsilar. Mushularni bostirdim. Sening isming Jungo Kompartiyasi. Sening isming Ulug' partiya, To'liq partiya, Sharaflik partiya, Nurliq partiya. Bugun sening holing mana mush. Qaytib kelaylik, Hong Kongdagi mushu fojiani keltirib chiqargansan, boshqa hech kim emas. Hong Kong burundagi nim bo'ldi. Hozir Li Jiaqing harakatga keldi. Mal-mulkini bozorga to'kma qilib sotdi. 100 ming nafar Shanganglik boyvachcha puldarlar pullarni ko'tarib chet elga qochdi. Hong Kong davlat bexatarlik amolligi va Hong Kong puli hozir dollardan ayrilib ketdi. Endi Hong Kongning oqibati qanday bo'ladi? Hong Kongning kelgusi qanday bo'ldi? Mana so'zlayotganlar mushular Hong Kong miyuviylaydi. Hong Kongning kelgusi yo'q dedi. Demak bugun hisobda endi biz buni chiqaradigan xulosamiz
Cungo'da pul muamelesi doğrusunu sizlerge liksiye sözüldük. Ahvalı şu derecede turganda. Mesela Hında ketdi. Güynüme bir güyven ketdi. Bu iqtisat ramkalarının hemmisi ketdi. Endi Hong Kong muşu halda licaçın ketdi. Endi tarihten beri Hong Kong Cungo iqtisadının eğizi yaka boğuzu bulup kelgen idi. Elimiş o. Hatta Hong Kong yan endiki Kompartiya devride Kompartiyanın inqilabını kollaydıgan eğiz bulup kelgen idi Hong Kong. Bugün endi Hong Kong muşu alemler bilen ketdi vatandaş. Endi aldığımızda üçte yürüyüş yığın, halkara yığın. Birincisi 9. ayının 9. günün Endonezya'da Asya ve Şarkı Canubu Asya devletleri yukarı derecelikler başlığı. Yukarı derecelik başlıklar yığını bulurken bunu da nemeke karalıdı bilgin olmaydı yığın deyin bilimiz. İkincisi Hindistan'da 20 devlet yığını 9. ay içinde vatandaş. Bu yığın ötkeni Kaşmir'de buludu degen idi. Hazır Kaya'da bu doğruda gep yok vatandaş. Üçüncüsü 11. ayda Amerika San Francisco şehirde açılgan Asya yaki Hindi Tinç Okyan iqtisadi hamkarlık. İqtisadi hamkarlık teşkilatının yığını. Bununla biro hazır Cungo rehberi Xi Jinping katnaşsın dep çakırık evetkini yok. Lekin biz tünügillerde nemi dedik? Cungolukның karakteri ve tabiatini aytkanda her kandak yerde qıqıp dursan çeklep dursan yani şu yerge bardı karakterinden degeni de hazır karaganda Cungo'nun reis Xi Jinping hem Cungo'nun veziri Li Chang bularning hemmisi bu yığın katnışılıqlık ifadesini bildirgendek durdu vatandaş. Hatta Japonya'nın veziri Fumio Kishida muşu 3 yığının qaysı birisi de reis Xi Jinping'le görüşüş mümkünlüğü aldığımızda durdu vatandaş. İsimler de olsun Maşan Tayvan'da nemi dedi? Japonya'nın ikinci kol rehberi. Vaziyetlerin terakki kılıp mana muşu olgu keldi. Endi bunun içinde en mühimi, en halkılgıç kadem. Prezident Joe Biden'ın imza koygan memuri buyruğu ve memuri buyruk boyunca Cungo'ga meblağ selişini çekleş ve şundakla Cungo'da 3 alaydı sahaga mesela ehli iktidar sahasına meblağ selişini çekleş kapital selişini çekleş buyruğu memuri buyruğu imza koydu bu icra kılınsa biz sizlerle sözlep gelip atkan Cungo'nun iktisadi ahvali neme buluş gerek vatandaş? Bu buyruk, bu siyaset Hong Kong'a neme tesir görüş gerek vatandaş? Aldığımızda görümüz. Dostum.